Hammaga salom. Bu mening ismim Fayza. Bugun biz almos topishda Minecraft Real'da o'rganamiz. Agarda sizlar ham mendagi shunaqa joyda spawn bo'lsanglar, men sizlarga o'rgataman. Bu aynan siz uchun. Mana ko'ribsizki, koordinatamizni ko'ringlar. Mana tepada turibdi. Uni qazishni boshlaymiz. Shu yerga tikka past qazib ketaveramiz. Mana ozgina qoldimi? Mana chiqdi almazimiz. Bu yerda 20 tacha almaz bo'lishi kerak. Bundan kami bo'lmaydi va bunda sizlar almazli bo'lishda qiynalayotgan bo'lsanglar, shu videoni ko'ringlar oxirigacha. Almazlarni olamiz, bularni ham olamiz. Maykalashmang. Bo'ldi, mana bizda 20 ta almaz. Endi bu yerda boshqa almaz yo'q. Unda biz chiqaveramiz. Bo'ldi. Ozgina qoldi va ana chiqdik. Va yana naryoqda ham bor. Hozir borib olaylik-da. Ko'rsataman sizlarga. Suvni olamiz. Pastga tushamiz. Mana shu yerda bor. Hozir almazlik kirkasi bo'ldi. Yana ayolda kirkam sinib qolsa, yurmang. Ekin tepaga chiqib, yana daraxt chopib kelmasdan. Tushdik va ko'ribsizki, shu yerda koordinatdan eslab qolinglar. Va bunda qanday koordinatani chiqarishni ham o'rgataman. Va qozaveramiz. Va bundan keyingi video shu haqida bo'ladi. Uning uchun obuna va like bosib qo'ysanglar, albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, eng birinchi bo'lib sizlar meni videomni ko'rasizlar. Shuning uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Qozaveramiz. Ozgina qoldi do'stlar. Shu yerda ya'ni 8 ta, menimcha 10 ta shekilli, 10 tacha almaz bo'lishi kerak. Qani qazib ko'ramiz. Nechta almaz bor ekan. Qazimiz, bularni ham olish kerak. Yo'q, 8 ta ekan, afsus. Men 10 ta deb o'ylagan edim. Unda ko'chada qorong'i ekan, shuning uchun uxlayveramiz. Mana zombilar bizni o'ldirib ketmasin. Mayli, mana uxlab turib oldik. Endi biz tepaga chiqamiz. Nimaga fakirmisindir bo'ldi. Endi biz tepaga chiqamiz. Mana ozgina qoldi do'stlar. Chiqdim, bo'ldi. Unda ketdik. Yana almaz bor, mana bu yo'qroqda. Ve ketyapmiz hozir. Mana keldik. Mana sizlarda ham xuddi shunday bambuk turgan bo'ladi. Shu yerni o'raysizlar. Mana bu barglarni sindirib qo'ysanglar, sizlarda yorug'roq bo'ladi. Va Minecraft Real'da ko'pchilik odamda mod yuklasa bo'lmaydi. Menda ham shundayligi uchun shunaqa qilyapman. Albatta sizlar ham shunaqa qilishinglar mumkin. Qazimiz. Ozgina qoldi. Montajda tezlashtirib bo'ldi. Mana keldik. Va men hozircha montajda ovoz qo'shib turibman. Qo'ygan paytlar qo'shmayapman. Tezlashtirganimdan bilib olasizlar. Mana biz yana qazidik, pastga ko'rdinglar. Almaz chiqdi hozir. Mana gravellarning ustiga tushib ketdik biz. Va mana bu yerlarni yoritamiz, yoritib chiqamiz. Mana kelib ham oldik, ozgina qoldi. Va mana tepamizda almaz turibdi. Hozir bu yerga chiqaylik-da ko'rasizlar. Va mana almaz oldimizda. Buni olish kerak. Bo'ldi. Oldik buni. Va mana bu yoqlarida ham almaz bor. Ya'ni bitta deb olib qochib ketmanglar joydan.
Endi bu yerlarni yerdamiz. Hali tugagani yo'q olmos. Yana ancha bor do'stlar bu yerda va yana o'sha qazigan joyimizdan yana pastroqqa qaziymiz va chiqishi kerak. Bu 100% o'xshaydi. Men kreativga shunaqa kreativga cheklarsiz o'ynayapman. O'zi agarda siz doim qishloqchada spam bo'lsanglar, mendagi video boshidagi shunda cheklaringiz yo'q bo'ladi. Ya'ni kreativga ham qo'ya olmaysizlar. Menda shunaqa koordinatasini ko'rib olinglar. Shu joylarda almoslar bor. Mana biz bu almoslarni oldik. Endi mana bu yerda ham olmos bor. Buni ham olish kerak. Oldi, olib oldik. Bizda jami nechta almos bo'ldi? 2 ta almos bo'ldi. Ko'rdinglar, bizda 51 endi. Chunki naryoqda ham oldik. Va mana bu yerda ham bor. Bularni ham olishinglar kerak. Bo'ldi. Mana shuni olsak bo'ldi. Va bu menda hozir 1.21.113 versiya. Endi qaziymiz. Va sizlar endi yangi skachat qilsanglar va aytib o'tishim kerak, buni faqatgina Google'dan skachat qilsa bo'ladi. Skachat qilish uchun Minecraft Real skachat deb yozsanglar chiqadi. Va bunda bizda skachat bo'lmayapti desanglar, agarda sizlarni telefonlaringizda 64 gigabaytdan kam bo'lsa, shunda sizlarda skachat bo'lmaydi. Meni telefonim esa hozir 64, shuning uchun skachat bo'lyapti. Faqatgina 64 dan bo'lmaydi bo'ladi. 64 da ham bo'ladi. Shuning uchun bu olmoslarni olaman. Nega desanglar, men qayerdan bilay? Nega deb so'ramanglar mendan. Men qayerdan bilaman? Balki telefondadir. O telefon yaratgan odamdan so'raysizlar buni. Mana bizda shuncha almos bo'ldi. Uxlab yuboraylikchi? Yo'q. Hali tun qorong'i tushmabdi. Hozir tun, ya'ni yorug' ekan. Tun deyman. Qorong'i bo'lib qoladi. Tushib ketdim. Beramasizlar. Chiqaman bu yerga, bir chiqaman. Bo'ldi, chiqib ham oldik mana. Yana tushib ketdim. Necha bu yerlarga tushib ketaveraman. Mayli. Endi teparoqqa chiqamiz. Mana men tepaga chiqib oldim. Bu yerlarda ham almos bo'lishi kerak. Buni men o'zim o'ylab topdim, o'zim ko'rdim. Albatta. Mana biz teshigimizni ham topib oldik. Bu yerdan chiqamiz. Mana chiqib ham oldim men. Va mana bu yoqqa ketsak, mana bu yerga keldik. Koordinatani ko'ringlar. Va videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Bu video sizlarga foydali degan umiddaman. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.